Avvalambor assalomu alaykum. Mana tovuqlarimizga don berish jarayoni ketyapti. Tovuqlarimizga shu universal hammasini oqanalish sesarka turkka hammasi aralash quralash bo'lib ketdi bular. Mana shunday ovqatlarni berib, mana g'oz desangiz g'oz bor. Mana xo'rozlarni ham yaxshisidan keltirib qo'shdik. Har xilchasini sortini chashtirayotgani. Mana sesarkalarga oq tovuqlardan olib kelib qo'shib qo'ydik. Oq tovuqlar bosyapti. Men bilan sesarkani bo'lsa ekan tovuqlar. Nasib bo'lsa ana shu fabrikniy tovuqchalar, jo'jalar, tuxumliga 15 ta keltirib qo'ygan edim. Tuxumni beryapti lekin shaqqillab. Donasini 15 mingdan oldim. Bitta jo'jani puli mana siviy tuxumlar. Kulli siviy tuxumlar olib bostirilyapti. Mana hozir abitdan keyin bo'ldi. Abitga yig'ishtirib oldik. Tuxumlarimiz barisi siviy, o'sha har doimgidek katamiz. Shunaqa gaplar, shunday usulga boqib kelamiz dedi usular. Aqqa. Ma, tu. Hozir qo'ldan tuxumni tushirib yuboradi. Mana tuxumlar. Kulli siviy yangi tuxumlar. Mana parrandalarimiz. Tomosha qilaveringlar. Mana shunday hammasidan nasib bo'lsa mingga chiqarish niyat bor. Hozir kurklarni ko'rsatganman hovliga. Kurklar uyga bostirilgan, bular uchastkaga. Mana sesarka bilan ana shu oq tovuqlar nasib bo'lsa bu yil chatishtirilgan jo'jalarni nasib bo'lsa guli-guliga to'g'ri kelsa chiqarib ularni ham ixtiro qilamiz, kashfiyot amaliyotdan o'tkazib. Mana o'sha kataylar, o'sha hovlatga mana jo'jalar ochib chiqilyapti. Aytamanki o'sha uchun bosish kerak, qaytmaslik kerak deymanki, u katay qilishim kerak. Katay qilgandan keyin parranda pulim qolmay qoladi deyishadi. Bahona hamma narsaga chiqib kelaveradi. O'sha uchun bir boshdan bir juft parrandani olib kelib olsangiz, keyin katay ham bo'ladi. Ishlaringiz ham boshlanib ketadi, chiroyligina bir tekisga. Mana shunday yerlar bizda parrandalar mana shu usulga ko'paytirib boqinglar, qaytmaylar. U parranda 7 xazinadan biri. Nasib bo'lsa bular natijasini kuzga chiroyligina qilib elimizga, yurtimizga yaxshigina daromad bilan chiqsa, yaxshi niyatlar qilib qo'yganmiz. Hali jo'jani kuzga sanayotgan davrlar kelganda mana bu xo'roz bosadi ana shu tovuqlarni. Oddiy tovuqlarni ham shu xo'roz bosadi. Tuxumlardan hali qanday jo'jalar chiqadi hali Xudo biladi.
zotini kattalashtirib boraveramiz nasib bo'lsa. Ochib olsa zotlari yaxshina bo'lib. Nasib bo'lsa buni sonini 1000 ga yetkazsa, biron bir dalali joylardan bironta yer olib bironta yer olib 10 mingta yetkazamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa 100 mingdan bo'lsa choqib ko'raveringlar 10 mingtasi qancha bo'lishini. Shu natija bilan chiqsam agar ishim oqshab qolib 10 mingta planlarim oqshab qolib duoga bo'lib turinglar. Barchaki nasib bo'lsa birgalikka bitta chiroyligina savob ishda ko'ngilga tugurimman. O'sha nasib bo'lsa amalga oshirib yuborsak, qo'ldan kelgancha harakat qilib boramiz. Sizlarning duolari, sizlarning anolaringiz bilan doimiy faqat bizning videolarga shu qo'llab-quvvatlab, shu duo qilib tursanglar, bizga unda like bosing, videoni nima qiling demaymiz. Biz shu hammasini kimdaki boqaman desa, uyga ham dashi borib, o'rgatib, qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman. Kimdaki faqat boqaman desa bo'ldi. Harakat, faqat mehnat. Qiziqish bo'lsa bo'ldi. Boquvchilarga faqat qiziqish bo'lsa bo'ldi. Qiziqsa bo'ldi. Jo'jasi deydimi, kattasi, o'notasi deydimi, qandaydan bo'lsa top bera olaman. Hammasidan qilib beraman. Mana hozir men jo'jachalar ham o'chirganman, hammasini videolarini. Mana baqqa g'ozlarimiz nasib bo'lsa bosyapti, g'ozlarimiz ham och chiqadi. G'ozimiz bosyapti. Jo'jalarimiz, parrandalarimiz nasib bo'lsa hammaga qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Hali mana ham bu uyalarga hammasiga, bu uyaga ham kurk bor. Bu uyamizga ham tuxum, hammasiga tuxum. Mana bunga ham tuxumlagan.